Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi Qirg'izistondagi parlament saylovlari, ya'ni muddatidan avval belgilangan bu yilning 30 noyabrida bo'lib o'tadigan parlament saylovlari haqida bo'ladi. Bu haqda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi, O'sh shahar bo'yicha vakili Sohibjon Mamirov suhbatimizda. Sohibjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suhbatimizga xush kelibsiz. Bugungi kunda saylov tadbirlari bo'lib o'tyapti. Ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, 10 noyabr kuni Qirg'iziston parlament deputatligiga nomzodlarni ro'yxatga olish yakunlandi va ularni tashviqot ishlariga rasman start berildi. Ya'ni bugundan boshlab ular o'z saylovchilari bilan uchrashib, turli xil o'z dasturlarini tanishtiradi ularga. Ya'ni o'zlarini kelajakda xalq vakili bo'lib parlamentda faoliyat olib borish uchun ularni ovozini olishga harakat qiladi. Tashviqot ishlari umuman saylov jarayonlaridan avval bu saylov o'tkazilishi haqida bir tarixga biroz nazar solsak, ya'ni bu saylovni o'tkazish uchun qanchalik zaruriyat tug'ilgan, ya'ni har holda parlament deputatlarini yana bir yillik muddati bor edi. Keyingi yilni dekabrgacha ular faoliyat olib borish kerak edi qonun bo'yicha. Lekin nima uchun hozir bunday muddatidan avval saylov o'tkazish zaruriyat tug'ildi? Bu saylovni muddatidan oldin o'tkazish uchun Jo'g'org'i Kengashning 30 nafar deputati taklif kiritdi. Bu qonun qo'llandi ko'pchilik deputatlar orasida. E, Ularning so'ziga qaraganda keyingi yili noyabr oyida saylov o'tkazish kerak edi, Jo'g'org'i Kengash saylovi va 27-yili yanvar oyida prezidentlik saylovi o'tkazish kerak edi. Hı hı. Kerak va e, keyingi yili ko'chmanlar o'yinlari, Qirg'izistonda navbatdagi ko'chmanlar o'yinlari o'tishi kerak. Uchta katta bir siyosiy ishchara e, bir yilda oz muddatga to'g'ri kelib qolgani uchun shu saylovni jildirish bo'yicha Jo'g'org'i Kengash saylovini muddatidan oldin qilish bo'yicha taklif kiritildi. Ya'ni buni xalqqa tushuntirib ketishdi, ko'pchilik ham bildi. Yana bir qator qaytarib qo'ysak, noyabr oyida 28 noyabrda Jo'g'org'i Kengash saylovi bo'lsa, oradan e, bir yarim oy o'tmasdan prezidentlik saylovi bo'lishi kerak. Vaholanki bir yarim oy 2 oyda ichida ikkita saylov o'tkazish va sentyabr oyida ko'chmanlar o'yinlarini o'tkazish davlat uchun uchta katta siyosiy bir siyosiy bir nimani o'tkazish juda qiyingarlikka borib qolib, kamchiliklar bo'lmasligi uchun shu taklifni kiritishdi. Bu endi ko'pchilik deputatlar tomonidan qo'llandi. Mhm. Bu Qirg'iziston tarixida, umuman Qirg'iziston siyosiy maydonida ilk bor parlament o'zini tarqatish, ya'ni bungacha bunday holat bo'lmagan har holda. Va bu jamoatchilik tarafidan turli tanqidlarga uchradi. Ya'ni qanday vaziyatlarda parlament o'zini tarqatishi mumkin degan savolga siz hozir javob berib o'tdingiz. Ya'ni bu keyingi yilga kutilishi, ya'ni o'tkazilishi kutilayotgan bir qancha tadbirlarni ketma-ket kelishi. Vaholanki shu prezidentlik saylovi bilan ham qisqa muddatda orasi bo'lib qolishligi bilan tushuntirilgan. Lekin o'sha parlament deputatlar tarqatilishidan avval jurnalistlar savol javob o'tkazganda ular bilan keyingi saylovga qatnashasizmi deganda aksariyat deputatlar ha qatnashaman degan javobni bergan. Ya'ni ular o'sha hozirgi ishimni qandaydir darajada yakunlay qolmadim, ya'ni yakunlay olmadim, shuning uchun uni davom ettirishim kerak deb. Va Markaziy saylov komissiyasi bu saylov jarayonini e'lon qilib, ya'ni nomzodlarni hujjatlarini qabul qilish va umuman shu saylov oldi jarayonlarini boshlaganda 500 dan ortiq, adashmasam 600 ga yaqin inson deputatlikka bo'lish xohishini bildirgan va ro'yxatdan o'tgan. Ulardan keyin taxminan 10 kun avval o'sha saralash ishlari olib borildi va 2 noyabr kuni so'nggi muddat bo'ldi. Ya'ni hujjatlarni topshirish va qabul qilish. Bugungi kunda nechta nomzod o'sha deputat bo'lish ishtiyoqini bildirgan. Rasman hujjatlari qabul qilinib, rasman o'sha byulletenlarda raqamlar berilgani. Hozirgi kunda 467 ta
nomzod rasman ro'yxatdan o'tgan. Ular уже tashkilot ishlarini boshlashgan. Ularga kuni kecha cho'chib quloq bo'lib, har bitta okrugdan nomerlar, ketma-ketlik nomerlari berilgan. Уже ular ishni boshlashdi. Mhm. Siz aytayotgan o'sha 467 nomzod, ya'ni rasman ro'yxatga olingan, raqamlar berilgan nomzodlar qanday tanlab olindi? Ya'ni ularga qo'yilgan shart qanday bo'ldi? Har holda bu yil bahorda Qirg'iziston parlamenti deputatlari yangi saylov qonunini qabul qilgan, saylov bo'yicha qonunni qabul qilganda va unga turli o'zgartirishlar kiritilgani ma'lum. Ya'ni hozir siz o'sha Markaziy saylov komissiyasi tarafidan nomzodlarga qanday talablar qo'yildi, ya'ni qonun doirasidagi talablar demoqchiman. Ular nimalardan iborat, shu haqida aytib bersangiz. Hozirgi Jo'g'ri Kengashda deputatlarni saylov yangi qonuniga ko'ra talab kandidatlarga 25 yoshdan tepa высшее образование bo'lishi kerak va Qirg'iziston ichida 5 yil yashagan bo'lishi kerak. Bu yerda ish safarlari bilan chiqqan hisoblanmaydi. Qirg'iziston ichida yashagan bo'lishi kerak va hozirgi etapda va oldin sudlanmagan, tergov ishlari bo'lmagan bo'lishi kerak. Mhm. Bu safargi saylov qanday tarzda o'tkazilishi kutilyapti? Ya'ni avvalgi saylovlardan biron bir o'zgachaligi bormi? Qandaydir bir o'zgartirishlar kiritildimi yoki avvalgi saylov tizimi bilan deyarli bir xildami? Ya'ni shu haqda ma'lumot bersangiz, saylov qonunchiligida umuman Markaziy saylov komissiyasini rejalayotgan ishlari qanday, nimalar bo'lishi kutilmoqda? Saylov qanday o'tkazilishi kutilmoqda? Bu bu safargi saylovlarda burun partiya bilan va одномандатный ketgan bo'lsa, oldingi saylovda bu safar majoritarniy sistemada ketyapti. 30 ta Qirg'iziston bo'yicha 30 ta okrug bo'lingan. 30 ta okrugdan har biridan 3 tadan talabgor deputat bo'lib boradi. Mhm. E, Bu balki ikkita ayol, bitta erkak, balki bitta erkak, bitta ayol bo'lib borib qolishi ham mumkin hozirgi qonunga ko'ra. Va yana bir xalqimiz biladigan bir yaxshi bir ma'lumot, bu saylovda oraliqdan tovush berish sistemasi yo'lga qo'yilgan. Vaholanki burun biz O'shda bo'lib turib, propiskam O'shda, men Bishkekka, именно saylov paytida men Bishkekda bo'lib qolsam, e, qaysi bir muddatda men заявление yozib, men Bishkekda bo'laman desam, ena keyin men Bishkekdagi bir saylov uchastkasidan saylay olardim. Lekin hozirgi topda unday emas. Men e, saylov kuni qo'rqsam Bishkekka borib qolsam, men Bishkekdagi uchastkaga kirsam, saylov uchastkasiga kirsam, menga O'shdagi byulleten chiqadi. Men O'shdagi nomzodga saylay olaman. Bu hech qanday заявленияsiz, bu- hech qanday bir qog'ozlarsiz bu osonlik bilan amalga oshiriladi. Mhm. Yuqorida aytgandek, Markaziy saylov komissiyasi rasman ro'yxatga olib, o'sha byulletendagi raqamlarni bergan nomzodlar soni 467 ta. O'sha 467 ta nomzod siz aytgan 30 ta okrugga teng taqsimlanganmi yoki bir okrugda ko'proq bo'lib, ikkinchi okrugda ozroq bo'lib qolishi mumkinmi? Yo'q, bu teng taqsimlanmagan, chunki bu e, kandidatlarning o'zini ixtiyori qaysi uchastkadan, qaysi okrugdan qo'yishligi. Key bir uchastkalarda 26 ta, qaysi birlarda 20 ta, 10 ta, 15 ta, 14 ta. Bu teng taqsimlanmagan, chunki bu kandidatlarni o'zini ixtiyoridan qaysi okrugdan bormoqchi bo'lsa, ana shu uchastkalarga o'zini bir nomzodini ko'rsatishgan. Mhm. Siz O'sh shahar bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi vakilisiz. O'sh shahar bo'yicha nechta saylov bo'limi bor? Ya'ni bir nechta, misol uchun avvallari bilamiz, avvalgi saylov jarayonlarida bir nechta, hattoki 10 ta, 20 ta, balki 50 taga yetishi mumkin edi. Ya'ni kichik kichik mavzelarga bo'linib ketgandi. Bugungi kunda, ya'ni hozirgi saylov komissiyasi taqsimlagan o'sha saylov bo'limlari nechtadan iborat o'sh shahrida? Juda yaxshi savol bo'ldi. Bilasizmi, hozirgi uchida O'sh shahrida
o'zi 105 ta saylov uchastkasi bo'lgan, lekin uni hozir ikkita okrug bo'lib qolganiga baylanishli O'sh shahrida 6 va 5 okrug, 5 okrug bu Aravon okrugiga ketib ketgan. Bunda 35 ta shaharga qaraydigan 35 ta uchastkamiz Aravon okrugiga qo'shilib ketgan va 6 okrugga, O'sh okrugiga Popon aylokmatidan 7 ta uchastka bizga qo'shilgan. 9 ta uchastka bizga qo'shilgan ekan. 9 ta uchastka bizga qo'shilgan. Popon nimasidan shu bo'yicha jami O'sh okrugida 75 ta uchastka saylov komissiya uchastkalari ishlayapti, faoliyat yurgizyapti. Shahar o'zi demak ikki qismga bo'lingan, ikki okrugga Ha, bo'lingan. shahar 2 okrugga bo'lindi. Shuni bir 35 ta saylov uchastkamiz Aravon okrugiga, saylov okrugiga qo'shilib ketdi. Mhm. Va nomzodlar soni nechta sizlarda? O'sh shahri bo'yicha. O'sh okrugi bo'yicha nomzodlarning soni 14 ta. Hozirgi hozirgi paytda Chuchukbuloqdan nomer olib, ofitsialniy registratsiya bo'lib, agitatsiya ishlarini boshlagan nomzodlarning soni 14 ta. Mhm. Va yuqorida aytib o'tganingizdek, o'sha saylov qonunchiligiga ko'ra har bir okrugdan uchtadan nomzod saylanadi va undan ikkitasi erkak va bittasi ayol kishi bo'lishi kerak. Shundaymi? Balki teskarisi ham bo'lib qolishi mumkin. Bu nomzod goloslarga qarab bo'ladi. Agarda ayol kishilar ko'proq golos olib qolsa, ikkita ayol, bir erkak. Qonunda bir jinslik deb atalgan, ya'ni erkak yoki ayol deb atalmagan, bir jinsliklar ikkita odam deputat bo'ladi degan. Balki peshana bo'lib ayollarimiz kuchli keladi. E, Balki kuchli kelib Jo'g'or kengashda 60 ta ayol, 30 ta erkak bo'lib qolishi ham mumkin. Mhm. Balki teskari maktabda 60 ta erkak, 30 ta ayol bo'lib qolishi ham mumkin. Bu qonun bo'yicha. Lekin siz o'sha aytayotgan 30 okrugda hammasi o'sha teng taqsimlanganmi? Ya'ni bir okrugdan o'sha ikkita ayol o'tishga, ya'ni yoki teskarisi, ikkita erkak, bir ayol yoki teskarisi bo'lib qolishi kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, har bir okrugdan birdan ayol nomzod bormi yoki bir okrugda ayol kishi yo'q bo'lib qolishi ham mumkinmi? Yo'q, hozirgi nimada hamma barcha okruklarimizda ayol kishilarni ham, erkaklarni ham soni yetarlicha. Hmm. Chunki genderni tenglik va xohlasa Qirg'iziston demokratiya davlat, ayollarimiz o'zlarini bilimlari nimalar bilan erkaklardan qolishmayapti va har bir okrugda yetarlicha ayol, yetarlicha erkak nomzodlari bor. Bunga to'liq shart yaratilgan, davlatimiz tomonidan to'liq imkoniyatlar yaratilgan. Har bir okrugdan balki bir okrugdan ikkita ayol, bir erkak o'tib qolishi mumkin, balki boshqa okrugdan ikkita erkak, bir ayol o'tib qolishi mumkin. Bunga sharoitlar yaratilgan. Mhm. 10 noyabrda rasman tashviqot ishlariga start berildi, yuqorida aytganimizdek, va bugungi kunda nomzodlar o'z tashviqot ishlarini olib boryapti va sizlar Markaziy saylov komissiyasi bu ishlarni qonun doirasida olib borilishini nazorat qilasizlar. Bugungi kunda qandaydir bir qonunbuzarliklar uchradimi? Ya'ni nomzodlar tarafdan yo'l qo'yilgan xatoliklar, qandaydir bir balki ovoz sotib olish holatlari yoki yana qanday boshqa qonunbuzarliklar uchradimi yoki hali beri qayd etilmadimi? Bilasizmi, bizda Markaziy saylov komissiyasida o'sh bo'yicha bizda рабочий gruppalar tuzilgan, ishchi gruppalar tuzilgan. Bir gruppamiz asha qonunbuzarchiliklarni bilan ish olib borsa, ikkinchi gruppamiz dokument hujjatlarni qabul qilish, boshqasi asha to'rtta bir рабочий gruppaga bo'linganmiz. Рабочий gruppalar o'zini ishini olib borishyapti hozirgi paytda, lekin bizga hozirgacha kelgani yo'q hech qanaqa bir qonunbuzarchiliklar, bir kandidatlar tomonidan, balki bir boshqa agitatsionniy tomondan ovoz sotib olishlar bo'yicha bir jalblar, nimalar kelgani yo'q hozircha. Mhm. Umuman olganda tashviqot ishlarida ham qandaydir bir o'zgartirish, yangi bir talablar qo'yilganmi? Ya'ni avvalgi holatlardan ko'ra
Ya'ni avvallari bilamizki, hech kimga sir emas, ovoz sotib olish holatlari ko'p bo'lardi. AdMe resurs deymiz, ya'ni shu ma'muriy resurslardan foydalanish, davlat xizmatchilarini yollash, turli xil ochiqdan ochiq bir ko'rinishlari bo'lardi. Bu safargida o'sha avvalgi qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik uchun qandaydir bir cheklovlar yoki yangi rejalar qabul qilinganmi? Ya'ni tashviqot ishlarida nomzodlar qanday talablariga amal qilish kerak? Hozirgi uchurda qonun bo'yicha belgilangan davlat xodimlari tashviqot ishlariga qatnashishi mumkin emas. Bu e, hech qaysimizga bir nima emas, Sir emas. maktab o'quvchilari, sir emas, maktab o'quvchilari, o'qituvchilari, boshqa bir davlat xodimlari burunlari agitator bo'lib ishlab yursa, hozir qonun tomonidan e, quyi solingan e, admin resurs degan narsa hozir qonun tomonidan yo'q. Va hozirgi uchurgacha, hozirgi paytgacha unaqa bir medallar qatalmagan. Mhm. Avvallari bilamizki, ya'ni o'sha ochiq ma'lumotlar, ya'ni davlat tarafidan olg'a surilgan nomzodlar ko'proq ovoz olib chiqardi va ular g'olib bo'lib deputat bo'lib saylanardi. Ya'ni saylanardi degan ma'noda, majoziy ma'noda, ya'ni bir aslida tayinlanar edi. Bu safargisida qanday davlat tarafidan o'sha olg'a surilayotgan yoki kimlarnidir yuqori mansabdor insonlarni, davlat xizmatchilarini, tanishlari, do'stlari, aka ukalari yoki qarindosh urug'lari, bola chaqalari degan narsalar bormi? Ya'ni bunda ham o'sha narsalarga ya'ni ular shu holatlar qanday nazorat qilinadi demoqchiman. Bilasizmi, men bu savolingizga saylov komissiyasini a'zosi emas, balki qotordagi jaran qatori sizga javob bersam, prezidentimiz Sardor Nurg'o'jayevich, general Qidrishavich o'zi aytdiki, biz hech kimga bata bermaymiz, duo bermaymiz, biz hech kimni qo'llab-quvvatlamaymiz dedi. Bu juda bir yaxshi qabul olindi. Men shu oddiy odam, oddiy fuqaro qatori bir shu kungacha kandidatlardan birontasidan bir eshitmadim. Stavka Mononga qilinibdi. Burun endi stavka degan narsa bo'lar edi. Sir emas, stavka Mononga qilinibdi. Davlat Mononga ishlayapti ekan. Mana davlat partiyasi ekan. Mana hozirgi balki partiya majoritarniy sistema bo'lgani uchunmi bilmayman. Hozirgi partiyalar yo'qolgani uchunmi? Hozirgi paytda mana davlatni odam ekan, mana nimani odam ekan degan bir shu kungacha men gap eshitganim yo'q. Biron bir nomzod ustidan biron bir nomzodni mana davlat vakili, mana davlat organi qo'llayapti ekan va unga podeshkaga chiqyapti ekan, himoyalayapti ekan degan narsani men eshitganim yo'q. E, O'ylaymanki, bundan keyin ham eshitmaymiz, xudo xohlasa. Chunki e, mana yaxshi saylovlar, yaxshi sistemalar ustida turibmiz. Balki kelajagimizga xudo xohlasa boshqa davlatlarga ulgu bo'ladigan darajada saylov o'tkaziladi inshaalloh. Mhm. Shuni harakat Ya'ni siz bir so'z bilan aytganda adolatli saylov o'tilishi kutilyapti. kutilyapti. Bu adolatli saylov o'tkazilishi bu 100% kutilmoqda. Chunki e, adolatsiz saylov o'tkazishga negizlar yo'q. Xo'p, adolatli saylov o'tkazilishi bu albatta faqat davlat tarafidan talab qilinib yoki qandaydir bir ulardan qirg'izcha aytganda ko'z qarandi emas, balki aholi tarafidan ham, ya'ni saylovchilar tarafidan ham bu asosan talab qilinadigan narsa. Saylovchilarni kayfiyati qanday? Ya'ni sizlar o'sha Markaziy saylov komissiyasi bari umumiy jarayonni kuzatib borasizlar. Saylovchilarda kayfiyat qanday? Ya'ni bu deputatlarni o'sha kelajakdagi xalq vakillarini tanlab olishga bir qiziqishi, ishtiyoqi bormi yoki yana qandaydir bir haligi avvalgidek sust qatnashish ehtimoli bormi demoqchiman. Endi bu yog'ini menimcha vaqt ko'rsatadi. Bugundan boshlab start berildi agitatsiyaga, tashviqot ishlariga. Lekin hozirgacha endi har yerlarda e, siyosat masalalari, gaplar, u qo'yyapti ekan, bu kungacha nomzodlar u qo'yibdi, bu qo'yibdi, bu qo'yarmish, bu qo'yarmish degan bo'lsa, bundan keyin qo'yibdi, mana deb menimcha endi xalqimiz e, endi sekin nomzodlarni bir-biridan ko'rib, menimcha o'zlarini qarorlarini qabul qilsa kerak. Lekin hozircha
Biz endi kutyapmiz, Xudo xohlasa, biz paytdan foydalanib, hamshaharlardan ham, vatandoshlardan ham so'ranib qolardim. Saylovga qatnashib beringlar, chunki har bitta har bittamizga bu ham farz, ham qarz degandek, chunki davlatimizni rivojlanishi uchun biz bilan siz saylagan deputatlar davlatimiz rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadi. Endi biz kimiz nima qilishdan ham tatix tanlab, xalqimiz saylovga qatnashib bersa, bu nur ustiga alon nur bo'ladi. Endi e, yafka masalasiga kelsak, qatnash masalasiga kelsak, ha, to'g'ri. Menimcha xalqimiz haligi afsalab sovib ketganlar ham bor. Bu sir emas, sayin bizga bizdan eski metodikalarda balki ma'lumot yetib bormagani uchun biz bormasak ham saylanishadi, biz nima qilmasak ham qilinadi degan gaplar balki xalq orasida yurgandir, lekin hozircha men bunaqa gaplarni eshitmadim. Meni atrofimdagilar, meni tanishlarim, hammasiga men agitatsiya qilyapman, chiqinglar saylovga. Biz faqat saylovga chiqinglar deb agitatsiya qilyapman, chunki yafkani e, yafka qanchalik yaxshi bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lsa, biz shunchalik totixtu, shunchalik munosib insonni xudo xohlasa Oliy Kengashga deputat qilib saylab olamiz. Ho'p, rahmat katta suhbatingiz uchun, Sohibjon. Bugungi suhbatimizda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi, O'sh viloyati, O'sh shahri bo'yicha vakili Sohibjon Mamirov bo'ldi. Albatta, barchamiz Qirg'izistondagi o'sha 30 noyabrda bo'lib o'tadigan muddatidan avval deputatlarni saylash jarayonida e, adolatli, xolis bir kandidatlarni, ya'ni nomzodlarni tanlab olib, xalq vakillarini kelajakdagi Qirg'iziston parlamentida ko'ramiz degan umiddamiz. Keyingi suhbatlarda yana ko'rishguncha omon bo'linglar.